Qandaq odam haqiqiy o'riqlab o'zini o'zgartiradi. Ikki xil odam. Bir tal yurak berib qayta anlama filmni. O'riqlashingizga bek foydasi bor. Birinchi xil odam semizlikning sababidan boshqalarning masxarasiga bakcha uchrab ketganlar. Cho'qim o'riqlay oladi, g'alba qila oladi. Ikkinchisi, o'riqlagandan keyin o'ziniki hozirqidan bekrak go'zal, hozirqidan bekrak qimmatining yuqori, kirimining yuqori bo'la oladiganligiga ishonganlar, shuni oldini ola his qila olganlar haqiqiy o'riqlay oladi. Misol keltirib beray. Men o'zim shu. Men samirib baqqan 8-9 yil bo'ldi men kasbni quvvatqili, ammo oraliqda mening qo'saqlarim yo'g'on chiqib baqqan. Mask sababidan uyda o'tirgan vaqtimizda men cho'ngib cho'ngishgan. Har kuni atigan qilib aynak qarasam, sochlarim qalaymqan, yuzlarim may, qo'saqlarim yo'g'on, o'zimga qarab uyishligim kelib ketdi, jig'i tutib ketdi. Shu vaqtda men qat'iyat qilgan. To'xta, men nemish qo'riqlayman. Men cho'qim o'zim bilan tang yoshli bolalarning orasida cho'qim yosh ko'rinishim kerak. 40 yosh kirgandan keyin boshqalar meni ko'rib, siz 30 yosh kirdingizmi deb qilish kerak. Hergizmi 40-50 kirganda men boshqalarning istidan chiqib ketmaskim kerak. Shu bu erkishi o shu. Emas, bu 40 yosh kirgandan shunda yaxshi turibdi, 50 yosh kirgandan shunda yosh bolalardek turibdi degan bahoni menga berish kerak degan xiyol bilan boshlagan. Meni zilenka deb qilishingiz mumkin. Zilen bo'lsam qanday bo'ldi? Men o'zimni yoqtirib, o'zimga talabchan bo'lsam, boshqalar qanday meni yoqtirdi? Qanday bu kasbning oldida tura olayman? Hattoki o'riqlagandan keyin o'zimning kirimining oshalaydiganligiga men ishongan. Bir g'ayratda shu 3 oyda qo'saq muskullarim chiqib bo'ldi. Sizmi qila olaysiz? Menga ishining chiroyli bo'lish yana bir yoqda o'riqlagandan keyin sizning hozirgi kirimingizni o'rlaydi. Texmi jiq bo'lib deb ketasiz. Boshqalardan bakrak farqlanib keta olasiz. Bir g'ayratga o'ting. 3 oyda o'riqlab bo'lsiz. Birga tirishaylik. Ma'qulmi?